Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 57 soniga xush keldinglar. Bugun biz Sharqiy Turkistonning siyosiy jug'rafiyasi va ekologiyalik tangpunligi degan temada bizning jug'rafiya olimimiz Muxtarjon apandimni bu suhbatimizga taklif qildik. Suhbatimizga xush keldingiz. Muxtarjon. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Rahmet. Rahmet sizge. Bizning hukumatimizning bu qitimliq Cumhuriyet günümüzde Aqtaşlıq kitabımızı e'lon qilish munosabati bilan siz yig'in ahliga Sharqiy Turkistonning siyosiy jug'rafiyasi va ekologiyalik tangpunligi degan temada bir leksiya bergan edingiz. Sizning so'zlaganlaringiz bilan bizning Aqtaşlıq kitob yozganlarimiz to'liq jisiflashgan, faktni asos qilgan ilmiy bilim javharlaridir, albatta. Ammo siz kabi bilim egalarini mustaqilligimiz irada qilingan sorun sahnalarimizda ko'k bayrog'imiz ostida ko'p ko'rmaymiz. Afsus. Oldi bilan sizning go'zal leksiyalaringiz uchun hukumat nomidan ko'pdan-ko'p minnatdorligimizni bildiramiz. Ondan atalmış ziyolilarimizning elish qilib olmaydigan, haq tarafga ilingan bu muborak qadamingizga aprin o'qiymiz. Rahmet. Onun sizmi hammamiz bilganimizdek Amerikada bo'layotgan barliq namoyish faoliyatlarimizga aktiv qatnashib turyapsiz. Bilim ilishni qo'rsoq beqish uchun deb tushunganlarga yaxshi dars bo'layapsiz. Bilim bilan siyosat zidmi? Hukumatimizning ilmiylikdan yiroq, hukumatimiz ilmiylikdan yiroq, ilm ahlidan yiroq, aqlga uyg'un ish qilmamdi. Biz bu savollarning javobini tuvanda Muxtarjon apandi bilan bo'lgan suhbatda ochiq qila olamiz deb o'ylaymiz. Albatta, Muxtarjon apandim, endi men sizni o'zingizni tanishtirishingizdan boshlay. Bu ko'rganlarga o'zingizni bir qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Marhamat. Bo'ladi. Assalomu alaykum ko'rarmanlar. Assalomu alaykum qarindoshlarim, hammanglarningki mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Meningki ismim Muxtarjon, o'zim Ağaçlı tug'ilibman. Boshlang'ich maktab ve o'rta maktabni Ağaçlı o'qidim. Undan keyin atalmış Şinjan Üniversitesi'ninki Coğrafya Fakültesiga o'qishga chiqqan. O o'qish bitgandan keyin, ya'ni universitet bitkizgandan keyin shu maktabning o'zida, ya'ni Coğrafya Fakültesida o'qituvchilar qilib qolgan. Undan keyin 1990-yili Yaponiyaga o'qishga chiqqan. 1997-yili Yaponiyadagi o'qishni bitkizib, Yaponiya davlatlik fan texnika ministerligininki postdoc programmasiga layoqatli bo'lib, undan keyin shu Yaponiya davlatlik olim taraqqiyot agentligininki tadqiqotiga shu yerda Yapon endi NASTA deydi, Yaponiya davlatlik olim taraqqiyot tadqiqotxonasi. Shu yerda 3,5 yil postdoc bo'lib tadqiqot qilgan. Undan keyin 2001-yil 4-oyda Yaponiyaninki Tokay Universitetiga o'qituvchilik, ya'ni dotsentlik berib, 2007-yilgacha shu universitetda ishladim. 2007-yili 4-oy atrofida Amerikaga keldim. Hozirgacha endi IT sohasida ishlab kelyapman. Amerikaga kelganim 16-17 yil qolibdi. 90-yildan boshlab hisoblasam, 90-yildan 2007-gacha 17 yil Yaponiyada turibman. Undan keyin 2007dan hozirgacha Amerikada turibman. Demak, o'zimning 34 yillik hayoti mushu chet elda o'tdi. Rahmat. Siz hozir dedingiz, Yaponiyada 17 yil turibsiz. Shu Yaponiyada olgan doktorlik temingiz va shu xizmat tarixingizni qisqacha bir kasbingizga birlashtirib so'zlab bergansiz. Men yuqori degandek jug'rofiya o'qigan, shuning uchun 90-yili Yaponiyaga o'qishga chiqqan, 92-yili magistrlikka kirgan endi. Magistrlikka kirgandan keyin biz bilamiz, 1-yilda asosan asosiy fanlarni o'qiymiz. 2-yildan boshlab endi dissertatsiya yozdigan ish bo'ldi. O'zim jug'rofiyada o'qiganlik uchun Sharq Turkistondan bo'libmi Tarim o'ymonligidagi Teklimkon qumlig'ininki shakllanishi va uninki kengayish to'g'riliq qiziqdim. Ham Teklimkon qumlig'ininki yer maydonimi 333 ming kvadrat kilometr. Ya'ni yopinchilikda bu nihoyat cho'ng qumliq. Endi mushqatalik cho'ng qumliq qanday paydo bo'lgan yoki qanday kengayganda, qanchalik qanday ishlar bor deganga qiziqdim. Shuni bilan qumliq to'g'riliq, ya'ni
Şunlarınki turaklık veya yerim turaklık bunların tuzlaşını qiziqqanligimdan shuni bir tadqiq qilib shunida bir maqola yozsam deb o'ylagan shu magastrlikdan. Shundan keyin vatanga bordim, vatanga berib dastlabda 93-yili Xotanga berib Xotanning sharq tarafi Lop binosi bor. U ozroq maqsad 5 to'g'roq degan bir yezib oldim. Shuga berib traktorni olib turib qumni turtib ish ko'rsatishni ko'rib Yapon qaytib kelgan. Undan keyin xulosalab buni qilsak yangi bir natija chiqqanlikdan shuningda dissertatsiyani yozib magistrlikni bitkazib undan keyin shuning davomida doktorlikni o'xshash temada doktorlikqa tayyorlik qildim. Ham keyin yaxshi natija chiqqanlikdan maktab qo'lladi. Maktab Yaponiyadagi maktab ma'lumi keldi. Bizning universitetga ma'lumi berib, ishimiz berib 45 kun texnikan atrofida 45 kun aylandik. Ham yer tekshirdik, marosim etishlarni. Undan keyin yana Yapon qaytib kelib, uni xulosalagandan keyin bu yangilik ya'ni qumning ishga tuzishda yangilik bir ishlar chiqqandan keyin televiziya qiziqib, hamda siz yaxshi bilasiz, Yaponiyada bir qancha cho'ng televiziya stansiya, uning ichidagi TBS degan bir dokumentlar ishlamoqchi ekan, shu ishlasak deb menga bir aloqa qildi. Shuning bilan shu dokumentlarga ishlab Yapondan undan keyin bizning universitetdan berib vaqt 40 kunlik texnikani aylandik. Demak, shu jarayonda 97-yili o'qish bitkazdim. O'qish bitkazgandan keyin endi u maqolamni Angliyaningki jurnalda e'lon qilindi. Undan keyin 97-yildan boshlab 2001-yilgacha Aybek yuqori degandek Yaponiyaningki davlatlik olim taraqqiyot tadqiqotxonasida u yerda ishladim. Shu endi u olim taraqqiyot shirkatida u yerda ishlagan vaqtidagi ish u jiroqdan sizishdi. Mao doktorlikninki qumning ishga tuzilishi va texnikan qumliginingki shu muhiti. Endi shuni tafsilroq so'zladim. Bunda qilishimdagi sabab keyin ya'ni shu qatimliq tekshirishni dedim. Shu keyin tekshirish jarayonida meniki muhit to'g'riliq ko'rgan nurg'a ishlarim bor. Shuniki keyinda chiqqanlik uchun sal tafsirlik biz. Rahmat. Nurg'un vaqtingizni amaliyotda jug'rofiya o'qib, o'zimizning vatanning tuproqini tadqiq qilish bilan o'tkazib ekansiz. Bu to'lim tepilmaydigan yaxshi fursat bo'ldi ekan. Hamda siz bu qitimliq Cumhuriyet kuni faoliyatimizda Aqtoshlik kitob e'lon qilinishi munosabati bilan vatanimizning siyosiy jug'rofiyalik ahvoli va ekologiyalik tanqidga to'g'riliq bir leksiya so'zladingiz. Bugun biz shu bugungi temamiz, bugungi suhbatimizda shuni siz bir ko'rmanlarga qisqa bir xulosalab tushuntirib bergan bo'lsangiz, marhamat. Bu PowerPoint chiqsa bo'ldi. Siz endi chiqdi. Okey. Oldi bilan o'tganda shu 11-oyninki 12-kuni va 13-kuni 2 kun davlat Sharq Turkiston Jamhuriyatining davlat bayrami munosabati va Aqtoshlik kitobninki men yenimdan bag'ash keldim. Aqtoshlik kitobninki nashr qilinish munosabati bilan shu yig'inning 2-kuni ilmiy doklad berish faoliyati bo'ldi. Shu faoliyatda men Sharq Turkistonninki geopolitik jihatdagi muhimligi va Sharq Turkistondagi muhitninki buzilishi nomida doklad berdim. Endi bugun shuni men qisqartib shuni deb bermoqchi, buni ikki qismga bo'lindi bu tadqiqotninki bu dokladning mazmuni. Birinchisi Sharq Turkiston va zamani va boyligi va Sharq Turkistonninki o'zininki geopolitik muhimligi. Ikkinchi qismi bo'lsa Sharq Turkistonda muhit qanday buzilgan. Nima uchun qanday buzilgan deganda men yuqorida deb o'tdim. 3 qatim Sharq Turkistonninki bo'libmi tarim o'ymonligida texnikan qumlig'ining atrofini aylandim. Shu jarayonda ko'rgan bilganlarim bor. Shuning uchun bu 30 yil ilgari ish bo'lsa-mu, hozir o'ylasam 30 yil ilgariki avval hozirga qaraganda yaxshiroq ekan. Shuning uchun men bu qatim 30 yil ilgariki rasm va bir materiallarni deb chiqib buni qildim. Shuning uchun buni ko'rmanlar ko'rgandan keyin 30 yil ilgari holat shunday ekan, hozir qanday olib ketganda degan ish yodimizga keldi cho'qim. Nima uchun deganda
hazır Xitayning texnik köpek keldi, onundan başka nurg'u ishlar var deyishimiz. Endi birinchisi so'zligim Sharq Turkiston. Yuqorida hozir ko'rib turibsizlar, mana shu vatanimiz Sharq Turkistondagi xaritasi. Sharq Turkiston sharqdan g'arbga, ya'ni sharq tarafda Kansay, ya'ni Xitoyning Sadichin sepildagi quvuq yoki Xitoyda yurganda biz quvuq deymiz. Shu Sadichin sepildan tortib Pamirg'agacha sharqdan g'arbga 2100 kilometr keladi. Demek nihayetde keng dair. Bundan keyin Altaydan Ko'yling'agacha şu şimaldan janubga 1700 kilometr keladi. Yer maydoni 1.828.418 kvadrat kilometr keladi. Demek bu intayin cho'nsin. Demek ki nurgun devletler var, meyli yapım olsun, meyli Avrupa olsun, meyli Amerika olsun, her kanday devlette başlangıçta olsun, o'rta maktabda olsun veya ki tuluk o'rtada olsun, hemmesi o'zining vatanniki coğrafyasını ügündü. Afsus, bizdeki vatanimiz Xitoyning qulda bo'lganligi uchun vatan to'g'riliq, vatanning cho'nliq qanchalik, nerga ve qanday o to'g'riliq Xitoy tafsili ishlarni ancha o'rgatmaydi. Endi shuning uchun bu vatanimizning yuqoridagina cho'nligi, shuning uchun bu bir mushu ishni endi bizning o'rganish fursati bo'lmaganligimiz uchun shuni desatni tunishtirib qo'yay dedim. Bundan boshqa bu vatanimiz endi Amerika cho'nliq qanchalik deganda men yuqorida dedim, sharqdan g'arbga 2100 kilometr, shimoldan janubga 1700 kilometr, yer maydoni 1.828.418 kilometr dedim. Endi kvadrat kilometr. Lekin bu başka yerden sırıştırmasından Amerika'daki yılında Texas diye nahit çoğun ştat. Texas'tan işgalcilik girdi. Başka yerden sırıştırsak hazır yakından beri 1-2 yıldan beri Ukrayna diye nahit dağlık bir devletler ve uruş uladı da hem madem Ukrayna buldu. Ukrayna'nınki işgalcilik girdi. Demek bizdeki yer meydanımız şunda çoğun. Ondan başka çoğu diyende yani bizim vatanımızda şimalda Altay dağları var. Onun dinkin Cungar oymalığı yoki Qurban To'ng'ut qumluğu var. Onun dinkin Tangri Tağı var. Tangri Tağı dinkin Tarim oymalığı yoki Teklimkan qumluğu. Onun dinkin bizdeki g'arb tarafta olsa Pamir egizligi ve janubda olsa Qaraqurum, Ko'ylon, onun dinkin Oltin Tağı. Sharqda olsa Kansay, Gobi, Kansay qumluqları. Şehirlik endi qum mushunda yerga bo'lingan endi yer shekli mush endi asosli qismi. Endi yuqorida men Sharq Turkistondagi zaminning qancha kelganligini deb o'tdik. Endi Sharq Turkistondan qanday boyliqlar chiqadi, shuni qarab boqaylik. Endi Sharq Turkistondan chiqadigan boyliqlarning soni intayin ko'p. Mesela birincisine yapayla o ile may. May. Estimate kıyığına bu Aktaşlık kitaptan çıktı. Aktaşlık kitaptan çıktı. Bu Aktaşlık kitapının içinde 1003 yıl dünyanın hem bir neşir olan emili pakit asasen sanspırlı ve nurgun gep sözlerinin hemisi asası var. Yani ma'lum bir materialga, yani ma'lum bir paylaş referensiga asosan ilingan. Shuning uchun mavadiki mavi sanspirlar mushu Aqtashlik kitobdan ba ham mushaga shuni yozib ixchamlab ketgan. Birinchisi mayninki miqdori 23,4 milliard tonna ekan. Bu tonna bo'yicha. Buni asosan barilga, tun aylantirsa 171 milliard atrofida bo'ladi. Endi bir barilninki qimmatini 75 dollar desa, 12 trillion dollar bo'ladi. Endi tegidikisi ikkinchisi tabiiy gaz 16 trillion kub metr. Bir kub metrini 2,5 dollar dese kıymeti 1,14 trillion dollar oldu. Ma trillion milyard emas trillion dollar. Kümeninki ispatlanğını, ne ispatlanğını 450 milyar tonna. Bir tonnasını 145 dollar dese 58-60 trillion dollar oldu. Endi
kömäninki predicted dedi. Yani benim şunchak bor deb oldin mo'ljallangani. 2,9 trillion tonna. Her bir tonnasini birde 45 dollar bo'lsa, u vaqtda 320 trillion dollar. Bu nima degan jiq bu? Endi eng chekka jadvalniki bir gap bayada Xitoyning ishidagi ko'maninki masalan 25%ni, Xitoyning ishidagi mayninki 30%ni demek şöyle teşkil kılarken muşunda. Bunlardan başka hem de minerallardan 153 kılı var. Bunun içinde altın deniz, uran deniz başka her xil minerallar. Onun denken az tepildiğin tupa. Yakından beri hemen biz bilimiz az tepildiğin tupa intayin yukarı teknik işletildiğin çip ve başkaları işletildiğin ilgili teknik işletildiğin tupa. Bu tup çoğu ise Şarkı Türkistan'dan çıkan tupa bütün yer şarının global, yer şarının ki tupsun 60% geldi. Bu acayip çoğunsa. Ondan su baylıklarımız var. Su baylık degende mesela muzluklar dağlar üstündeki ve deryalar. Ondan şamal enerjisi var. Ondan kuyaş enerjisi var. Ondan yani bayda polisilikten bir xil material bu alaka kuyaştan tok çıkardıgan solar panel bu bütün yer şarında 60%. Ondan başka toz biz elbette bilimiz bizdeki Şarkı Türkistan'da mevcut ondan keyin yamak türleri deymiz, mağız deymiz, ürük mağızı ve badan muşunun okşaş mağız türleri yani muyumlardan paxta mesela uzun paxta. Xitoyning ichidagi paxtaningki 90%ni egallayotgan gap. Undan boshqa paxtaningki yillik kirimi 40 milliard dollar deydi. Mush paxtaning o'zidimi Sharq Turkistonlik o'zining janibi bitadi. Undan keyin go'sht, undan keyin suv energiyasi ve o'rmonchilik ve başka oqshotlar. Men eng oxirida 10-chisini men yangidan o'zim ketib qo'ydim. Shag'al ve Tashdeb. Mayada bina resim çıkıvatkanlar, sizin resminiz çıkıvatkanlar, şag'alning resmini göz koydum. Bu shag'al nima desa, mayadagi Home Depot'tan olgan shag'alni tatib qo'ygan resim. Men ochishdi dedim, bizning ochishda shag'al tosh. Bu taş her xilleri var bu oq tosh, ko'kleri var, undan keyin choy rangleri var, her xilleri var. Demek şu taşmi, şu shag'almi pul ekan bo'ladi. Undan Sonunda taşlı bezip koydum. Bu nima desa granit. Bizning vatanda Tangritog'da bo'lsin, Pamirgizlikda bo'lsin ve bo'lmasa Ko'ylon, Oltintog mush atroflarda bo'lsin, Oltayda bo'lsin granit bekchiq. Demek bu mu bir cho'ng boylik ekan. Demek Sharq Turkistonningki men yuqori deb o'tdim, yer maydonining cho'ngligi, uningdagi mana yuqori deb o'tgandek, mana mushunda tabiiy boyliklarningki yuqoriligi bu dunyoda oz ko'rinadigan rayon. Şuna ona deyken yukarıda men bir tekrarlayıp ötdi. Yukarıda yer meydanı dedik. Baylıkların hem de Şarkı Türkistan şunun için mu? İntayım muyum urunlu turdu. Şarkı Türkistan'ın istigatıraylık urunu. Yani Xitoyga nisbatan Şarkı Türkistan Xitoyninki O'rta Osiyoga chiqadigan, Xitoyninki O'rta Sharqqa quruqlik bilan chiqadigan, Xitoyninki G'arbiy Sharqqa, G'arbiy janubga chiqadigan Pokiston ve mush yerdagi nihoyatda muhim eg'iz ekan. Xitoy mushuni bilgachga ham Xitoy buni deyilgan hammamiz bilamiz, bir yo'l, bir belbog' degan qurilish bo'lgan Xitoy. Hozir u yag'lib bo'ldi asosan. Demak, shu mushu Sharq Turkiston orqali o'tkazga Xitoy Sharq Turkistonni mixdek tutdi. Xitoyninki qilmagan ishi qolmadi. Ya'ni Sharq Turkistonning muqimligi Xitoyga nisbatan intayin bo'yin bo'lganlikdan Xitoy bu Sharq Turkistonda har xil jinoyatlarni, insoniyat qarashini, uningdagi irqiy qirg'inchilik ve başka nurg'un jinoyatlarni qildi. Bu mushuni hammasini sababi nima desa, Xitoyga Sharq Turkiston yuqorida ko'rib ketdik. Meyli boylik jihatdan bo'lsin, meyli strategik o'rin jihatdan bo'lsin, intayin muhim. Üçüncüsü yani nima desa, Xitoyniki Sharq Turkistonda harbiysi ko'p, askari ko'p, uningdan keyin
mesela Rusya bağ oyanda Hindistan bağ şunun için hem Şarkı Türkistan'daki muhimlik Xitayga muhim bolganlıktan her xil işlarda Xitayna ait nurgun askerni bir tuğuzulup ondan başka Xitay yana her xil işlarni qildi. Mesela 46 qitim Şarkı Türkistan Xitay atom bombasi buningki mutlaq ko'p qismi sirtli bo'ldi, endi bir qismi yer ostida bo'lgan bo'lishi mumkin. Demak buni keyin so'zlab o'tamiz. Demak shu ma'noda aytganda Sharq Turkistonninki geopolitikal muhimligi Xitoyga nisbatan intayin muhimkin. Shuning uchun Xitoy hech nima qaramasdan uchiqlab Misr rayonininki muqimligini saqlayman deb Xitoy Uyg'urga, Sharq Turkiston xalqiga har xil baloyotlarni olib keldi va olib kelyapti. Endi bu Sharq Turkistonning shu kungi so'zlagan nutqniki birinchi qismi, ya'ni Sharq Turkistonninki geopolitikal muhimligi degandiksi. Endi men tuvanda deb o'tdim, boshda azaq tafsili so'zlab o'tgan edim, ya'ni Sharq Turkistonga 90-yili, 93-yilda, 93-yili, 94-yili, 95-yili 3 qitim Sharq Turkistonninki janubida, ya'ni Tarım uymalligida, Teklimkan qumlig'ining atrofida ilmiy tekshiruv ilib borgan. Shu tekshirish jarayonida Xitoyninki muhitni ne qadar buzayotganligi, bu muhit buzishning oxirida jinoyat bilan irqiy qirg'inchilikka o'xshash bir oqibatni elib kelganligini biz bilamiz. Nima desa bu muhitning bulg'anishi shu gap. Nima desa ishlab ko'chish to'g'ri keldi. O'zining vatanida yashaolmaydigan bo'ldi, o'zining vujudida. Demak buni tuvanda ko'rib bitamiz. Rahmat. Endi bu birinchi o'rtadagi oq rasm nima desa matribda tog' bor. Uningdagi tog'dan keyinchisi azoq shig'il bor. Pedmont panda qo'ydik, men inglizcha tarjima qilmay qoldim, bunda qapolmaysizlar. Birinchisi tog' bor. Sharq Turkistonninki janubining shakli, yer shakli asosan o'xshash. Ham yerda shuni patan endi. Nima desa desat tog' bor, tog'dan keyin shig'illik bor, uningdan keyin bo'stonlik bor. Bo'stonlikdan keyin bu yerda o'tloq bor. O'tloq o'tgandan keyin qum turoqliq va yerim turoqliq qum bor. Ya'ni ustida yulg'on o'sgan va bir chatqallar o'sgan qum bor. Undan keyin bo'lsa oqar qum. Demak, mushu avval nima desa, mana mushu tog', bundan keyin maya shig'illiq, bundan keyin buni mushala o'sha o'tloq, undan keyin mavi man turoqli yerim qum, mavi oqar qum. Demak, birinchi rasm material bu xalqning ishi. Hammamizning ishida ashula kerakli bor. Bu ishning ishi. Undan keyin bizningki rasmi chiqibdi va ya'ni keyin bo'lsa bu yerdagi shu Washington azroq mangandan keyin o'tloq asosan. Undan keyin ko'p rayonlar desa, mushu turoqliq va yerim turoqliq qum ustida o'sganda yulg'on. Buni biz turoqliq va yerim turoqliq qum deymiz. Mening tadqiqotim mushuning ichki tuzilishini aniqlagan. Shu tadqiqotim shu. Uni keyin bir fursatda so'zlaymiz. Undan keyin mayada oqar qum. Bu 1994-90-yilgi bilan. Endi asosan mushu vatanninki ko'rinishi mushu endi. Bundan keyin endi tafsilisi kelsak, men yuqorida tog' bor dedim. Bu tog'ning ustida nima bor? Degan vaqtida tog'ning ustida muzliq bor. Bizning Sharq Turkistonda tog'ning ustida muzliq bor. Masalan, men bu yerda Tarım o'ymalligidan oldim. Tangritog'ning ustida muzliq bor. Tangritog'ning ustidagi muzliqlar 8000, taxminan 7800 kvadrat, 7800 kvadrat kilometr. Ya'ni 8000 kvadrat kilometr keladigan muzliq bor. Nihoyat zo'r darajada muzliq bor. Undan keyin matrib bo'lsa, Pamir egizligi muzliq ata, undan keyin mayada ko'ylinda yanimizlar bor. Demak, tog'ning ustidagi mushu Tarım o'ymalligininki suyning manbasi. Tarım o'ymalligida suv tog'dagi muzlar erishdan keladi. Tog'dagi muzlar erigandan keyin daryo suv eqish jarayonida yerga singib yara suv yasaladi, bir qismini kishilar teriqchilik qiladi, undan keyin hamma yerda nada daryo bo'lsa Sharq Turkiston xalqi sho'ga o'rlashgan. Qog'a yerda cho'l yoki shig'illiq yoki bo'lmasa go'b deymiz. Ashunda masalan
bayana qaraydigan bo'lsak, mana Arıbostonlik, undan keyin mana Kucha atrofi, mana Yakin, mana Qashqa, mana atrof Putin. Demak, nima desa, nada daryo bo'lsa, shu daryoning buyoqqa Uyg'ur xalqi, Sharq Turkiston xalqi urunlashgan. Demek, endi Sharq Turkistonniki o'sha yuqorida Oltaytagi va undan keyin Tangritog', Pamir egizligi va Ko'ylon, Oltintog' va Muzdog' hammasi bor. Buning ichidagi muzliqlarning soni qancha desa, 20 ming atrofida Sharq Turkistonda muzliq bor. Endi muzliq degan nima desa, tog'ning ustiga qoy yig'ib, erimay, manguliq erimaydigan qoy. Şu, lekin Xitoy muhitni buzganlikni tuanda ko'rmas. Burun 3500 metrda shu mangulik var, ya'ni muzsiz qo'yapti. Hozir 3900-4000 metrga chiqib ketdi. Demak, bu yerda muhitning bulg'unishi bo'lganlikdan, yashayotganlikdan bu muzliqlarning beydonligi va muzliqlarning holatiga ta'sir etadi. Buning hammasi Xitoy sababchi. Endi men yuqorida suv asosan tog'dagi muzliqlarning erishidan keldi dedim. Daryoning suvi asosan tog'dagi muzliqlarningki erishidan keldi. Demak, moya Xuten endi-chi, Mao Xuten. Yani tarım uyumlarlığına cevabı Östem. Musu nereden kilidi dese, tağdaki musununki erişten kilovatkan su. Endi maya qarab baksak, mana Xuten, Lop, bundan dekin mavi bir tadqiqat o'rnum 5 to'g'raq degan yemshimdi. Maya tarafda deryalar var, bunu deryadan kilovatkan su. Demek, nima desa, bu şu Sharq Turkistondagi suvning miqdori cheklik demoqchiman. Tağdaki muzning miqdori cheklik, chunki yoz bo'lganda eriydi, erigan suv daryolar keldi, daryolar kelgan suvni kishilar ishlatdi. Endi 1949 yil Xitoy kelishdan ilgari cho desa, suv xil kamdi. Endi men yuqorida to'yni deymiz. Buningki har xil sabablar bor. Men rasmni men ko'rsatib qo'ydim. Demak, suv shunday keldi demdi. Unda bo'lgan bo'lsa, suv tog'da muz borki, tog'da muz bor. Tog'da muz bor, tog'dan suv kilovatida. Ammo lekin maya qarab boqaydi. Bu yer qarasak Xuten. Musha qarasak mush irq qarab boqganligini. Irqqa. Mavi 4-ay, 93-yili 4-ayning 1-kuni. Demak, mush 4-ay bo'lgan vaqtda qanday ekan desa, ma irqqa suv kelganda asir yo'q. Suv kelmabdi. Demak, mayada irqda suv bor, ammo lekin mayada suv yo'q. 4-ay deganda o'chib ketdi. 4-ay deganda qanday desa, 4-ay deganda amaliyotda teriqchilik boshlangan vaqt. Teriqchilik boshlandi. Lekin Sharq Turkistonda cho desa, Uyg'urlar, bular yerlik Uyg'ur xalqi cho desa, teriqchilikqa suv ishlatganda navbat bilan ishlatadi. Har bir mehmonga keladigan navbat oz deganda 3 haftadan 4 hafta oralig'ida bo'ladi. Chunki Sharq Turkistonniki janubiy qismida milligan intayin oz. Mana ko'p qism joyi ko'psi yo'llik miqdor millimetr duradi. Shimolda ilda bo'lsa yo'llik miqdor 400 metr, 500 millimetr. Ya'ni bir yilda yoqqan yomg'ir singib ketmay, parg'aylanmay, hech narsa ketmay, bir qochining ichiga tushdi desak, 400 millimetr degan gap 40 santimetr suv yig'ildi degan gap. Endi Sharq Turkistonning janubiy qismida joy desa, Turkmanda 16 millimetr, 90'da 3 millimetr. Qashqa otishlarda hammasi 100 millimetr turadi. Demak, nima desa, yomg'irga qarab teriqchilik qilolmaydi Sharq Turkistonning janubiy qismida. Faqat teriqchilik mushning o'xshash suvni yaqalab kelib, e'tizodagi selish orqali, ya'ni navbat bilan kelish orqali bo'ldi. Nima uchun bu suv naq ketdi endi? Mana bu yoqda 4-ayda suv yo'q e'tizodda, lekin tog'dan suv kelyapti, daryoda suv, mavi dehqonda suv yo'q. Shu sababli eldaymiz. Endi yuqoridagi suv naq ketdi desa, yuqoridagi suv daryoninki hamma yerdagi suvni kim egalladi desa, Xitoyninki Bingtuan diviziyaga. Xitoy 1949-yildan boshlab Sharq Turkistonga o'zininki Xitoy Gomindandan mag'lub bo'lgan askarlarni yo'tkash orqali ishlab chiqarish, atalmish ishlab chiqarish qurilish Bingtuanni qurdi.
Yani Şarkı Türkistan'da 14 diviziyası var. Birinci diviziyası Aksu'da. Birinci diviziyası Aksu'da. Aştabi Akşer'de. Lekin ben niçin koydum degende emniyeti bunu ko'rsatdi yoki binodan deymiz ishlab chiqadigan nimqalari mush daryoninki mush atrofda mush Aksu'dan 7 kilometr janub bo'lsak Orol deydigan bir yer var. Şöyle mesela. Endi ikkinchi diviziyasi Ko'rluda, uchinchi diviziyasi Qashqarda, to'rtinchisi Ilida. Demak, mushunda diviziyadan bu yerda 14 var. Endi ma Xo'jandiksa keyingi ama öncedekileri kiyerek bundan hem sezilmez. Bunun için bulapma 11'incisi, 12'incisi, 13'incisi, 14'incisi bula hem kuruluş hem sanayet injinerinde. Demde kuruluş atır. Adam asası 11'incisi vakaça yezigilik, 10'incisi vakaça yezigilik. Hem kuruluşnikini kılıdı, hem tümür yolunu kılıdı, hem başka işlerini kılıdı. Demek Xitaydan naytı zor miqdarda Xitay ailesi yo'tkib ekilib, mushu daryoninki eng yaxshi ekan. Masalan, Oqsuv daryosi, Qashqar daryosi, Xuten daryosi birlashib Tarim daryosini asl qildi. Mana shu eng o'ziga birinchi ikkinchisi bo'lsa Ko'rlimi Tarim daryosining suvi Qarishlar daryosining suvi var. Yani Bağraş'ın etrafında sumu aşağı ulaştırgan. Hem de üçüncüsü ise üçüncüsünü Qashqarga ulaştırgan. Yaken deryası ve Qashqar Gez deryasınınki janaplarga ulaştırgan. Demek Xitay nüfusunu yo'tkab etkilab Sharq Turkistondagi suvninki eng qulay joylarga, suvni eng yaxshi suvga erishadigan yerlarga Xitay o'zininki shu diviziyalarni ulaştırgan. Endi bu diviziya nima ish qiladi desa, dehqonchilik qiladi. Bulardan dehqonchilik Uyg'urlarga o'xshamaydi. Bular asosan etizda kang ketgan etizlarni bo'ziya ichib, bo'ziya degan shu tarixdan buyon endi Uyg'ur xalqi nerede suv bo'lsa shu yerda ulaşgan. Lekin Uyg'ur xalqi nurg'un yerda yarkam bo'lganlikdan endi daryoninki bosh iqlimlariga urilishib, oyoq iqlimlariga bulab bo'lmish Oqsuvdek, Tarim daryosi daryoning bo'ylariga nurg'un yerlar uchib bor. Lekin şöyle qishda kelib ulaşgan gibi suv yaxshi. Endi Uyg'urlar tarixdan buyon o'ziga loyiq suvni ishlatib, qolgan suvni daryoda eqib ketadi. Eqib ketgandan keyin bu suv eqish jarayonida bir qismi yer ostiga singadi, bir qismi bo'lsa tuvan daryoning tuvan iqimi oqadimdi. Demak, bu yerdagi muhit, ya'ni ekologiyalik muhit deganda yaxshi ketdi. Keyin endi Xitoy zo'r miqdorda adamlarni ekkagandan keyin Xitoy o'zininki odamlarni ekkilib, bu yerda diviziyadan 14 ni qurib, undan boshqa 200 dan ortiq yezik maydonni qurib, 4400 dan ortiq sanoat va boshqa har xil shirkatlarni qurgan. Shuning bilan Xitoy nüfusuna köpek geldi. Mesela bunun qarab nüfusuna Xitay 5 millet geldi. Birincisi 1949 yıldan başlap 55 yılga kadar birinci 6 yıl 5 yılda geldi. Bu vaqtda 780 bin adam geldi. Demek 5 yılga 130 bin adam geldi. Demek bularning nüfusuna eşya rayonninki nüfusuna eşya qanchalik bo'lgan deganda 28%. Dunyoda hech qanday rayonning nüfusi bir yilda 28% oshmaydi. Tabiiy ish qanchalik bo'ladi desak 1.12 yoki 1.15 yoki Afrika yoki Janubiy Amerikada nihoyat nüfussiz ko'chaygan yoki Sharqiy Janubiy Osiyodek siz ko'paygan yerda o'smi 2% atrofida bo'ldi. Lekin bu yerda qarab boqaylik, nüfusniki yillik o'ttircha ko'payishi 49 yıldan 55 yılgacha 28% deydi. Endi ikkinchi bosqich qarab qo'yaylik. Ikkinchi bosqich qarasak 56 yilda 60 yilgacha 2 millionga yaqin 1 million 745 odam ketdi. Demak, yillik 350 ming odam keldi. Yillik nüfusni o'sishi 60,45% o'sadi. Dunyoda hech bir rayonning nüfusi 60% yillik o'sadi. Onundaki üçüncü baskı qaraydi. Üçüncü baskıçda azraqda 267 bin, dördüncü baskı qararsanız 4 milyon, 5 milyonga yaqin nüfus kelgan. Beşinci baskıçda 77'den 87 yılga 270 yaqin demek ki demek camiye kelgan Xitoyning o'zini degani. Ya'ni 49 yıldan başlap 87 yılgacha 9 milyon 700 bin. Asasen 10 milyon Xitoyni yo'tkab kelgan. Mushu 1000 ton korpusga. Demak,
Bu Xitoyning o'zining degani. Emniyet bundan chiqishi mumkin. Bu 87-yilga o'xshaysan. Undan keyin texnika keldi. Endi bir ko'rib qo'yaylik. Bu nereden chiqdi deganda buni men o'zim bir yerdan topdim. Faqat Xitoyninki o'zi e'lon qilgan materialdan oldim. Masalan, u material nima desa, mana mushu ABX jadval mushuni tarjim qilgan jadval. Mush jadvalni tarjim qilgan jadval. Mana bu yerda birinchi jadval deydi, ikkinchi jadval, beshinchi jadval deydi. Bu yer qaranglar mayaga. Maya qizilsiqning ichiga qo'ydimi? Mana atalmishi mayada davri. Mana goja deydi. Zay goja qizilsiqning ichi. Zay goja yu jihwada zuji yimenda to'g'rishi deydi. Davlat deydi. Davlat planli qoldi deydi. Planlı qalda immigration'ni tashkillagan, nüfus o'tkazishni tashkillagan deydi. Xitoy 1949-yildan boshlab planli holda bizning Sharq Turkistonga nüfus o'tkazishni boshlagan. Xitoy azaldan planli chiqdi. Mayada qaranglar mana. Yu jihwada zuji yimin. Undan boshqa yana 60-yil 62-yilgacha qiyinchilik vaqtida atalmış Şinjan'ınki açlık təminləş əvvəl bir qədər yaxşı olğanlıqdan özlüğüdən yalanırğın adam kirgen deydi. Demek bu Xitay nimiş qıptı degende mana yuqorqi jadval mushadan chiqqan mushu nimiş qıptı degende yani Xitayning qiyğachi planlı alda nüfus etdi. Planlı. Xitay qilmoqchi planlı qaldı. Xitay Sharq Turkistonninki demografiyasini o'zgartmoqchi. Demografiya degani nima? Nüfus qurilishini o'zgartmoqchi. Yani Sharq Turkistonda Uyg'urning nüfusi bor, Qozoq bor, Qirg'iz bor, Tojik bor. Hammasiniki yeri bor. Demak, Xitoy bo'sh qolgan yerlarga yoki suv sharoiti yaxshi yerlarga mana shunday planlar qoldi nüfus o'tkazish orqali bu Sharq Turkistonninki nüfusining qurilishini o'zgartmoqchi. Ya'ni turaqliqqa erishish uchun ma'lum darajada, ma'lum persentgacha Xitoyni yo'tkab ekilib, uniki bu yerda o'zi xotirjam bo'lgan holatga ekilishga 49-yildan boshlab planli qoldi chiqgan. Endi bu shu nüfusniki avvalida endi nüfus 50 nüfus urdan chiq. Endi hammani Xitoy endi demasligi mumkin. Bu shu Clinton'niki. Endi Sharq Turkistonda birinchisi, Sharq Turkistonda Xitoyning ishlab chiqarish bintuvar bor, diviziyalari bor, 14 va yuqorida dedik. Undan boshqa atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni bor. Demak, u atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining har qaysi idora va boshqa mavi ishlab chiqarish undan boshqa Xitoyninki resmiy askarlari bor. Demak, shuning uchun vatanninki, ya'ni Sharq Turkistonninki nüfusining qurilishini, demografiyasini Xitoy hozir qadar zo'r darajada o'zgartiribdi. Planli qoldi, olmay qoldi. Mushuni bizniki ziyolilarimiz bilish kerak. Endi mayadagi xarita men mana yaqinda kelib qoldim. Mayada mana bu Oqsuv daryosi, uningdagi mavi Yaki daryosi, Maxuten daryosi, mush Orol deyiladi. Oqsuvning Orol, janubiga 70 km janubidagi Orol degan yerda birlashib Tarim daryosini hosil qildi. Mana bu yerda Loprinqi. Demak, Tarim daryosiniki atrofda bu Tarim daryosi yuqori yaqini. Bu yerda suv intayin yaxshi. Nima uchunsa Oqsuv daryosi keladi. Oqsuv daryosi Xon Tangri degan shu nimadagi Tangri tog'idagi eng cho'qlar bor. Shu yerda night mol muzliq bor. Shuning uchun Oqsuv daryosining suvi intayin ko'p, Muzat daryosining suvi intayin ko'p, suv mol. Pamir Yagan daryosi, Gez daryosi, undan boshqa Xoten daryosi birlashib Oqsuv daryosini hosil qildi. Bu yer ko'rib boqaylik. Lekin Xitoy qanday qildi desa, 3 omba yasagan, cho'ng tiplik omba yasagan. Omba yasab, daryoninki suyini omba qochilab, mana bu ombani cho'ngaytirilgan endi. Cho'ngaytirilgani desam, bu omba bek cho'ng omba bu aslida. Bek cho'ng omba. Mana yuqori omba, yuqori deydi. Mana mushning o'xshash ma'lumotlar deydi. 3 xil omba bor bu yerda. Mush Oqsuvning Orolga yerdagi omba endi. Mush ombaga shuni qochlaydi, yozda albatta qochlaydi. Qochilab undan keyin mushu Orolda atrofida aşağıda 34 bin tuvani bor. Ya'ni mushu Oqsuvda Orolda o'tgan ekan 34 bin tuvan bor bu yerda. Bu 34 bin tuvan nega joylashgan desa, bu bin tuvanning shu shaharda. Shaharda burun biz
Üniversiteye manga vaxtımızda Atalmış Şinjan Uygur Abdülhamid rayonunda 2 üniversite var. Birincisi Atalmış Şinjan Üniversitesi, ikincisi Tarım Yeziglik Üniversitesi üniversite var. Şu Tarım Yeziglik Üniversitesi bu şeyde. Ma Fransa'nınki, Süneyman'ın resmi, ma bir etizninki, sala etizimde. Bu çoğu desem işte salalaştırıp kıldı etiz. Her bir etizinin çoğunluğu kendileri 1 kilometre, 2 kilometre, uzunluğu 2 kilometre, kendileri 500 metre, 800 metre, 1000 metre. Demek nait çoğun tuttu ki sala etizlerini kıldı. Onun üstüge traktör ve başka işlep çıkarış kuralları arkalı terikçilik kıldı. Demek Uygur diğerleri okşaş, Şarkı Türkistan diğerleri okşaş, küçük külemdeki yani kılmaydı. Demek nimdi meşmendisi su nait köpüydü. Bunda çok sabit olgan diken suni naitli köpseliş doğru geldi. Su sağan diken kanda oldu. Bu yerde İbrahim olgan diken suyun pargaymış köp. Ona diken ya aslan soruluş gitti. Onun aldığını için Xitay zeykeş deyilgan narsa var. Çapıdı. Yani zeykeş yapıyor. Zeykeş var. Etizden etrafında zeykeş var. Su çıkıyor. Zeykeş var diken suyunu siliyordu. Su zeykeş çıkıyordu. Demek su işildiğin miktarı intan köpleşmiş. Şunun için Şarkı Türkistan'daki Tarım deryasındaki suyda Tarım deryasında 2 Aksu'da bizse Korulu'da bizse 2 divizya, Kaşgar'da bizse 3 divizya var. Ama 3 divizya Tarım deryasında ve Kaşgar deryasının Karşıya deryasının hem sularını nait kendi işletildi bula. Suraksız işletildi. Uygurlar 3 haftada 4 haftada bir yerli su nöbetilen bulu çoğu degende halagan işletildi. Mütemlik kıldı. Şu münasebet bilen deryanın suya bir kısmı tüvenge akıdı, bir kısmını Xitay deryanın özününki yer açık yerde tutuldu. Onda olgandaki ne bulduysa deryanınki suyununki tarqılışı, yani deryadaki ezelden künep kalgan, tarihten bir künep kalgan deryanınki su miktarında özgürüş buldu. Endi su miktarında özgürüş oldu degen nima dese ekologiyalik tampon buzuldu degen. Endi buni qarab qo'yaylik. Mana tarım deb qarang. Burada 30 0 deb qo'ydim. Nol. 30 tarım deryasini o'tirsa, matrepdan bir janub tarafga biz menib boqaylik. Janub taraf 30 kilometr menib boqaylik. Ve amaliyotda manga. Shuni sho'din tatilga resimdan chiqarib qo'ydim. Bu deryaning atrofida qanday desa, to'g'raqliq o'rmon bor. Ma to'g'raqliq, baraqsan to'g'raqliq o'rmon bor. Ma o'rmon qarasang sog'lom, nima uchun suv bor. Suv. Endi ikincisi qarasınız, ikinci resim çoğu dese bu deryanın merkezinden 5 kilometre aralık çoğu aralığında. Maya qarab qo'yaylik. İkincisi, manınki tege chiqib qapti. Bu yerda bu o'rmon bayımda. Bu o'rmon hali sog'lom. Uningdagi üçüncüsü, mavi 5 kilometreden 10 kilometre atrofidagi. Mana üçüncü 5 kilometrede deryanın merkezinden deryanın o'tirida janubga 5 kilometrdan 10 kilometr manga aralıqdagi to'g'raqliq o'rmonlar manda olib ketgan. Mavi quruq to'g'raqliq. Endi mavi meniki shu Atalmış Üniversitedeki o'quvchim Yusuf'da degan kishi. Ataqliq o'simlik. Shuni bilan bu mana maya qarasak, mavi o'simlik bu yerda qurib ketgan. Endi maya qarab qo'yaylik mavi. To'rtinchisiga 15 kilometrdan 20 kilometrning aralig'i. Mana odam o'tiribdi, mana to'g'raq o'rmon yig'ilgan, maya qarasangizmi, mayaniki muhit nima desa, bu yana muhit buzilgan. Tadrijiy deryanın jiroqligiga buzilyotdi. Endi 5-chi qarab 25 kilometr, 30 kilometr, yani deryadan 25 kilometr, 30 kilometr janubga maqsangiz to'g'raqda qurib ketgan butunlay. To'g'raqliq qurib ketgan. Burun qanday deysiz, mushaga vaqtcha to'g'raqdi. Mushaga vaqtcha yaxshi o'rmon. Xitoy Oqsuda birinchi diviziyani qurib, Oqsu bilan Ko'lning oralig'idagi 600 kilometr, uzunligi 600 kilometr, kamiga 40 50 kilometr doiradagi to'g'raqliq o'rmonni qurib o'tdi Xitoy. Bu nima desa, bu intayin cho'ziyanish. Nima desa, bu bir tabiiy belvaqti. Taklimukan qumlig'iningki shimoliy ko'chishni to'sib turgan tabiiy belvaq. Bu tabiiy belvaqning holatini muayyan etdi. Nima desa, deryanki suyini butun Uyg'ur tarixida o'ziga loyiqli ishlatib qolganini qo'yib beradi. Mavi diviziyani ekilib, suvni haddidan ziyod ishlatib, undan keyin suvni jarab bordigan, ya'ni deryaningki tu'ana qimmatga bordigan suvni kesganlikdan bu yerdagi yer osti suvi va boshqa muhit o'zgarib, mana mushunday holatga kelib chiqadi. Endi
Bu mushu nimaninga shayaninki chiman degan bir yeri bor. Mushu shayalik qilishi mumkin. Shaya degan naydan janab tarafga qolib maqsaq, daryoga oz qolganda chiman deydigan bir yeri bor. Shu atrofdagi holat endi. 94-93 yil bor. Endi yuqori dedim, to'g'raqaliq o'rmonni buzyapti deb. Demak, qanchalik buzibdi deganda mayadigan jadval bor. Ya'ni Tarim daryosi atrofidagi o'rmonlarninki buzilishi, buzilishi. Qanchalik 1000 hektar, minsi 1000 hektar. Birlik. Endi nima degan gap desa, mayada shimolida 230 ming hektar yerdiki to'g'raqaliq o'rmon 50-yil buzilgan deydi. O'rta qismida o'zicha Tarim daryosi 175 ming hektar. Tuyan qismida bo'lsa 54 ming hektar. Demak, mavi umum qismi. Mushu buzilgan gapda. Bu undan boshqa mavi har xil o'rmon endi. To'g'raqni o'zga boqchi desa, to'g'raqning o'zi Tarim daryosida, butun Tarim daryosida 50-yil, 80-yil. Demak, hammasini qo'shsa to'g'raqliq o'rmon Tarim daryosida 69% ozlab ketdi deydi. Tarim daryosiningki, men yuqorida dedim-ku, 30 kilometr doiradagi uzunligi 600 kilometr, kengligi 50 kilometr doiradagi to'g'raqliq o'rmon Xitoyning 1-diviziyasining kasofatidan qurib ketdi dedi bu. Mana Tarim daryosidagi umumiy ozlagan to'g'raqninki soni 69% deydi. Uniki Yakan daryosida 44%. Qashqar daryosida 59%, Xotan daryosida 89% o'simlik buzildi. Suvni yuqori qilmada Xitoy talon-taroj qilgan. Muarisim mavi endi mushu Tarim daryosiningki sharqda. Mayada tikilgan amaliyotda bu 2-diviziyaninki 35 tuvan degan yerda Xitoyda 35 tuvan deydi. Bu yerninki Uyg'ur qismi tikenlik. Bu mushu Tarim daryosiningki tuvan iqlimlar endi. Demak, mushada mush Tarim daryosining mavi sharq tarafi bo'lsa, bu ham sharq tarafi bo'lsa, Lopnur ko'li atrofiga ketadi. Mavi Tarim daryosi. Bu yerda mana ko'rsak, mana bu yerda omba qurg'uliq Xitoycha. Har qanday omba qurdi, nima uchun omba qurdi desa, mayada 2-diviziyasi 35-tuvan bor. 2-diviziyaning. Shuning uchun bu omba qurg'uliq. Undan keyin maya qarasak, mayada 120 kilometr yer bor. 120 kilometr yerga Xitoy 965-yilgacha 120 kilometr yerga qishni bisi-bisiga to'g'ri qo'yib 120 kilometr yo'l yasagan. Ma yo'lning uzunligi 120 kilometr. Pishqish yasalgan yo'l ma bu. Demak, bu pishqish nega keldi? Pishqish nega keldi? Oldin qo'yishni bilamiz. O'ylaqa hozir zavodlar ketgan bilan burun qanday oldi bo'lsa, pishqishni oldindan layitsiz. Layni etgandan keyin undan keyin layni chiqardi. Layni pishgandan keyin qalb silib, oyoq berib qo'yib, uni quritib, tuzitib, undan keyin xumdanda o't qilib pishirsiz. Undan keyin pishqish bo'ldi. Demak, bunda pishqishda mashina bizga o'tadigan, 2 mashina yaqinmay o'tadigan mushunda yo'lni 120 kilometr yo'lga qumda qumdan oldini olaman deb mushaga pishqish yotqizgan. Ve hech ham yo'lni ko'rib. Shuning uchun mana bizning shu do'stimiz bor mashinani edib, shu cho'ngligini ko'rish uchun shu rasm tortib, mana shunday qo'yadi. Demak, nima desa, majburiy emgash shu vaqt bilan boshlanadi. Bu majburiy emgakning mas'uliyati. Demak, bu qanday qiladi desa, buni asosida qildig'ini har bir yerga, har bir kilometrga, har bir 2 kilometrga birdan xumda yasaldi. Bunda xumda yasaldi. Xumdan. Bu xumdanning atrofida to'g'raqliq o'rmon bor. Qishni qo'ydi, to'g'raqni ekilib, ko'yni ekilib, chiqasin. Mushunda jumladagi to'g'raqninki buzilib ketganining hech hisobi yo'q. Uningdagi mushada sanab ketgan xumdan, har bir kilometrda xumdan bor. Har bir kilometr. Ma qarab turgan, ma'ni bilan ma o'xshamaydi. Ma xumdan o'xshamaydi. Har bir kilometrda bir xumdan bor. Buni shu Tarim daryosiningki janubiga mushaga bag'adim, yarda bo'lishi mumkin, ya ko'rgan bo'lishi mumkin. Uzunligi bu
Kurulununki, kuruldan chiqqandan keyin lopni deydigan noyisi va undan o'tgandan keyin tikanlik keladi. Undan keyin mush yo'l tugagandan keyin chaqiliqqa keladigan yo'l edi. Shu yerda bag'allar bo'lsa bilish mumkin. Mana mushuning o'zicha desa shu vaqtga majburiy mehnat masalan. Undan yana boshqa nima edi? Xitoyniki muhitga qaramay to'g'riqni xohlagancha kesib, undan keyin mushqishni pishirib yo'lni mushta sog'inamiz. Endi shu men bir gap bor bu yerda. Yuqorida deb o'tdik. Tarim daryosining suyini yuqorida Tarim daryosini olsa, Xo'tan daryosini qo'yib turay, Qashqarni qo'yib turay, Yakanni qo'yib turay. Oqsuvdan boshlab, Oqsuvda 1-diviziya, Ko'rilda 2-diviziya, Oqsuvdagi 1-diviziya Tarim daryosining suyini ishlatadi, Ko'rildagi 2-diviziya Tarim daryosining suyini ham Qorashar daryosining suyini ishlatadi. Ham Bog'rashninki atrofiga yana bor. Demak, Xitoy suvni oshqataliq ishlatgandan keyin yuqori raqamda 1-diviziya, o'rta raqamda 2-diviziya ishlatganlikdan Tarim daryosiniki to'yinga janub oqadigan suvi, sharq taraf oqadigan suvi to'xtab qolgan. Tarim daryosi aslida nega bor desa, Lopnur ko'li bo'lib qo'yildi. Ya'ni Lopnur ko'li degan shu quloqqa tushadigan Lopnur ko'li. Shu Lopnur ko'li qo'yildi. Endi Yaponiyada siz Yaponiyada o'qigan bilsangiz, Honganji deydigan bir Budda dinininki bir temple var. Honganji. Nash Honganji deydi. Tokyo'da Nishi Honganji deydi. Kyoto'da. Bu Honganji degan nima esa Yaponiyada siz bilasiz, temple'larning hammasi shaxsiyninki. Demak, shu Honganjining egisi Otani. Shuningki bu kishi 1902-yil Angliya orqali Angliyaga borib, undan keyin O'rta Osiyo orqali Pamir egizlik orqali Tarim uymonligiga kirgan. Bu kishi Budda diniga e'tiqod qilganlikdan Tarim uymonligidagi Teklimkan qumliqning atrofidagi Budda diniga munosabatlik har xil asorat etiqlarni tadqiqladi. Shu jarayonda 1902-yil keldi, 1908-yilmi keldi, 1910-yil 3 qatim keldi. 3 qatim jarayonida shu Tarim uymonlarini Teklimkan qumlig'ining atrofini tekshirdi. Shu vaqtda bu kishininki yozgan xotirasi bor. Shu xotirada Lopnur ko'lininki suv maydoni 1902-yili 2800 kvadrat kilometr deydi. Lopnur ko'lininki suv yuzi Lopnur ko'lining suv yuzi 2800 kvadrat kilometr ekan dedi. Demak 1950 Undan keyin yana bir Xitoyning maqolasida Xitoyning maqolasini 1950-yillarda deydi. Lopnur ko'lininki maydoni deydi 3006 kvadrat kilometr deydi. Yapıllık deydi. 1902-yili deydi. 1902-yili Lopnur ko'lininki suv maydoni 2800 kvadrat kilometr deydi. 50-yillarda Xitoy van degan Xitoy deydi. Lopnur ko'lininki suvning maydoni 3000 kvadrat kilometr. Lekin cho'g'a desa 50-yilda bo'ldi 3000 kvadrat kilometrni 1902-yil ekan çok o'zgarish yo'q ekan. Asosan to'g'ri ekan ishkilasiniki, masalan to'g'ri deydi. Endi mush ko'l 1970-yil qurib ketdi. Ko'rdingizmi? To'g'ri. Demak, qurib mana mushundaq bo'lib ketdi. Atrofidan tuz so'lishib ketdi. Demak, nima demak bu yerda desa, Tarim daryosini Xitoy yuqorida nüfusni ko'rdik. 49-yildan boshlab, nüfusni 50-yildan boshlab, nüfusni o'tkazishga boshlab, u yerda har xil diviziya, bintvallarni qurib, Tarim daryosining suyini, Qorashar daryosining suyini xohlagan ishiltib, janub tarafga bormagandan keyin suv oz qolgandan keyin tarixdan bilan qurmagan 1902-yil 2008 1950-yili 3000 kvadrat kilometr kelgan suv maydoni hozir 72-yilga kelganda nolulab qurib ketdi deydi. 22-yilda qurib ketdi. Xitoy quritib o'tilgan gap, quritqo. Mav ajoyib cho'ng ziyon. Shunga demoqchi o'g'lim nima desa, Xitoyninki mayli
nim bolsun, muhit jihati bolsun, meyli başka jihati bolsun, Şarkı Türkistan'a kıygan, Şarkı Türkistan'da ötküzgen her xil muşunda muhit buzuş işleri, onun diken bu insaniyet karşı cinayetleri ve irqi qirg'in jinoyatlari mushunga o'xshash Xitoy shuni qilib qolmasdan biz ya diqqat qilib diqqat qilmagan holatda bizning muhitimizni bu yerga olib kirib qo'ydi demoqchiman. Bizning muhitimizda Xitoy zo'r darajada buzib o'tdi. Endi muacho desa 90 netijalari tekshirish jarayonida bu yerga bog'lanmaydi. Bu yerda o'tib bu yerga bog'lanmaydi. Lekin desa Sunemraning suratidan men Turpanga borgan, Oydinko'lga borgan. Mavu Oydinko'l. Mavu Oydinko'lning qurib ketdi. Oydinko'lninki mavu o'sha ko'lninki teganda ko'l mushtaq sho'lish bitir ekan. Mushning asosan endi sharoit o'xshagan ekan, o'sha Sunemrani suratini tepib, ma atrofni tekshirish orqali mushagilar o'xshash ko'ringan, ya'ni tuzniki deb belgilab qo'ygan amaliyotda. Shu. Endi lekin desa bu to'g'ri chiqdi. Bu qanday to'g'ri chiqdi yuqorida ko'ramiz. Endi hozir ko'rsangiz, hozir Google Earth ko'rsangiz yoki boshqa nimani ko'rsangiz, mana shu rayon, mana shu Lopnur Külü mana maniki kengligi 10 mayl manchilik olib, mayada 10 mayldan chumoq yerda mayada tuzdan oshgan. Mushani elib sanoatchini ishiltamda emas. Ammo lekin tuzdan qilib mushaning tuzini elib ishlatib sanoatga ishlatib mumkin qilyapti. Lekin bu desa otim portlashda radiatsiya bo'lgan qaror. Bu Uyg'urni ishlatamda, kimni ishlatamda men yo'qmayman. Ammo lekin men mushadiki tuz qilib, tuz elib ishlatadi. Xitoy hech narsa qilmaydi. Endi asosan men yuqorida degan o'tganki yig'inda so'zlagan Sharq Turkistonninki geopolitikal ahvoli va Sharq Turkistondagi muhit buzg'unchiligi degan o'tgan yig'inda so'zlagan keyin asosan so'zlab bo'ldi. Rahmat. Sizningki bu so'zlaganlaringizni qayta anglab nurg'un narsalarni o'rganishga arziydi ekan. Agar so'zlash to'g'ri kelsa, yana jiq so'zlaydigan ko'plaringiz bor, buni bilamiz. Vaqt munosabati bilan bu temadan yetkazishga majburmiz. Hozir vatanimizning yer nomlari Xitoylarninki qora niyatidan ko'ra to'liq buzilib, Xitoycha o'zgartirildi. Ajdodlarimizning qolgan miros vatanimizning nomiga varislik qilish vajidan sizni davlatimizning asli nomiga ega chiqqan yangi xaritaga tutish qildi deb anladik. Rostmi? O o'tganda ras o'tganda shu 11 oyning 12 kuni 13 kuni bo'libmi 13 kuni ma'vo dokladni e'lon qilgandan keyin o'shada yana boshqa bir temada muzokara bo'lib shu vatanninki Sharq Turkistonninki yer nomlarini o'zgarib ketganligi undan keyin uni bir asli keltirish. Chunki biz asli keltirmasak bundan keyin endi yangi avlodlar bo'lsa shu Xitoy yasagan xaritani ko'rib undan keyin otish bo'lsa otishi deb undan keyin xotin bo'lsa xotin deb yakin bo'lsa sochi deb shunda cho'ng'ilg'ash bo'lganda shuning uchun endi shu Sharq Turkistondagi yer nomlarini biz ancha-muncha bilgan ekan va nurg'un xaritlar bor. Shundan foydalanib shu Sharq Turkistondagi yer nomlarini tushirgan bir xarita, shuni bir asli keltiradigan ishni qilinadigan fikrni desam, G'ulom Yag'ma apandimi amaliyotda bu to'g'riliq nurg'un xizmatlarni qilgan ekan, u kishi shuni anglab undan keyin men bu to'g'riliq qilgan bir qism materiallarni chiqqan shuni sizga beray, shundan muvofiq foydalanasiz dedi. Rahmat dedim. Undan keyin G'ulom Yag'ma apandimi 400-500 shu qismni, ya'ni Sharq Turkistonning nomlarini hammani yig'ibdi. Demak, uningmi nihoyat izchillik ketdi, uningdagi jiq izdanish ketdi. G'ulom Yag'ma apandi shu kengliklar bo'yicha, uningdagi uzunliklar bo'yicha shunday rayonga bo'lib, shu rayonning ichidagi yer nomlarini yig'ibdi ketdi. Endi men shu Amerika kelishdan ilgari shu ishlar bilan ancha shug'ullangan, lekin
hammamiz bilamiz endi Amerikaga kelib turmush bilan tirikchilik bilan bo'lib ba'zi ishlar qilib qoldi ekan. Shunga o'tgan yig'inda shunday bir ishni qilib qiysa deganni o'tirib deb ko'rsam, G'ulom apandim o'zining bilan qilganligini shuni mana o'zining qilganligini ba'da evet ba'da shundan muvaffaq paylasangiz bo'ldi deb. Unga rahmat. Demak, biz bir xarita yasab Sharq Turkistonninki asli yer namlari bo'yicha bir xarit yasab shuni e'lon qildi deb endi tirishyapmiz, Xudoy ursin. Rahmat, nayt ulug' yaxshi ish qilib chiqibsiz. Endi bizniki vaqtimiz qisqab qolgani uchun siz shu vatan uchun xizmat qilish taqozosi bor. Ziyolilarga bir yurak so'zingiz deb bergan bo'lsangiz. Endi bizning xalqimiz fan madaniyatiga intayin qiziqdi. Shu o'qish ishlari qiziqdi. Demak, bizning millatimizning ichida ziyolilar haqiqatan ko'p. Hech qanday bir millatdan va o'zimningki shaxsiy fikri boshqa millatdan qilib qolmaydi deb o'ylayman. Sonning jihatida nihoyatda tirishchan xalq, nurg'un ziyolilarimiz bor. Menimki ziyolilarga deb qo'ygan bir gap endi nima desa, shu jo'g'rafiya soyasi deb qo'yay endi. Birinchisi, bizning vatanimizningki nomi Sharq Turkiston. O'tgan asrda Sharq Turkiston 30-yil Islom jamiyati qurildi. 44-yili Sharq Turkiston jamiyati qurildi. 33-yili Sharq Turkiston Islom jamiyati qurilishidan ilgari xaritlarda bor. Bizningki vatanning ismi Sharq Turkiston. Sharq Turkiston degan ism hem vatanning jo'grafiyalik ismi, hem bizningki davlatimizning ismi, muborak ismi. Shuning uchun ziyolilarimizningki amal bor. Sharq Turkiston degan ismni tatinmasdan Sharq Turkiston degan ismni keng qo'llanishni arzu qilaman. Undan boshqa yana shu ziyolilarimizga deb qo'ygan gap o'tganda yig'in dedik, yig'inda ya'ni shu dokladni birinchi qatam e'lon qilganning sababi nima desa, so'ziga yaran sababi desa, 10-kuni Sharq Turkiston Surgundi hukumat tarafidan tayyorlangan hem nashr qilingan Oqtashliq kitob. Sharq Turkiston hargiz Xitoydan bo'lib boqqan emas. Endi timini ko'rilib turibdi deb o'ylayman. Mush Oqtashliq kitob. Endi mush Oqtashliq kitobni endi men o'qimayman, ingliz endi. İngilizce bildiğin qarindoshlar ham mush Oqtashliq kitobni o'qib boqsa. Endi ingliz bu uyg'urcha tarjima qilinganini qilmamdi, men o'qimayman. Bilasizlar. Lekin hozircha meniki o'g'lim shu ingliz qismi ekan. Men buningki mutlaq qismini o'qib bo'ldim. Demak, men endi buni bir gapni deb qo'yib, buningdagi sanskritlar, buningdagi so'zlar hammasining chiqish o'rni bor. Hammasining asosi bor. Buningda 1003 referens yoki paylanish materiali bor. 1003 paylanish materiali bor. Demak, har qanday bir so'z, har qanday bir sfer, mayli tarixi bo'lsin, mayli jo'grafiyasi bo'lsin, mayli Sharq Turkistonning boyligi bo'lsin va Sharq Turkistonning o'tgan asrdagi qurgan davlatlar bo'lsin va uningdagi shu vaqtgi sharoit bo'lsin va u davlatlarning bugungi davlatlarning har xil urushlarni Xitoy bilan qilib oxirida har xil bir sabablar tufaylidan Uyg'ur xalqining, Sharq Turkiston xalqining bugungi kunga kelib qolganidan sabablari mushunda nihoyatda aniq. Men bu endi umrvoyat kitob o'qibman, o'rganish qilibman. Bu kitobningki ilmiyligi bek yuqori ekan. Men shu kitobni tayyorlagan, shu kitobga qalam tayyorlatgan, shu kitobni ko'rgan, shu kitobni tayyorlagan shu Sharq Turkiston surgundagi qarindoshlarimdan nihoyatda faxrlandim. Shuning uchun ziyolilarim deydiganim endi mushuni bir ko'rib o'qib boqqan bo'lsanglar demoqchi. Rahmat. Sizningki haqiqiy ziyolidek o'tgan hayotingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Bakmi esil gap qildingiz. Agar vaqtimiz yarab olgan bo'lsa, yana chiq gaplarimiz bor edi.
Bugungi mushu suhbatimizga ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Endi bizningki ko'rganlarga deydigan bir gapimiz, bizning Sharqi Turkiston davlatimizningki zimini hammamiz bilishga tegishli va Salih Xudoyor davomliq deydigan, yodqa aytadigan 1,828,418 kvadrat kilometr. Buni hammamiz esimizda tutishimiz kerak. Hamma ish bilishdan boshlanadi, bilmay turib hech vujudga chiqmaydi. Bizning o'zimizni bilishimiz, o'z tuproqimizni, o'z mavjudlik ahvolimizni bilishdan boshlanadi. Bugun biz Muxtar Cho'ng apandim bilan bo'lgan ushbu suhbatimiz orqali davlatimiz Sharqi Turkistonning ulug' yaratquchimiz ato qilgan qanchalik keng, qanchalik munbat zamin ekanligini yana bir qatim his qildik. Vatanimizning zamini va boyligi ulug' Allohning bizga buyurgan ne'mati, bizning haqqimiz. Ushbu vajidan bu zaminimizni talon-taroj qilgan, bulg'igan, vayron qilgan Xitoy tajovuzchilaridan insof tilab, da'vochi bo'lish ziyolilarimizga yarashamu yoki xuddi Muxtar Cho'ng apandimdek haqni so'zlab, vaqt turish, ya'ni ulug' vatanimiz Sharqi Turkistonning mustaqilligi uchun murassasiz kurash qilgan vojib bo'larmi? Meningcha buning javobi hammamizning ko'nglimizga ayon. Biz erkin dunyodagi barliq ziyolilarimizni haq uchun bizning mustaqillik sepimizga qo'shilishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Rahmat, bugun vaqt munosabati bilan bu suhbatimizni mishada oyoqlashtirishga majbur bo'ldik. Muxtar Cho'ng apandim, bugungi suhbatga ajratgan vaqtingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Hammanglarning mush vaqt xayirli bo'lsin. Hammanglarga Alloh qabul.